Xo'sh, bemor siz nima bezovta qilyapti? Nima bo'lardi? Tuni bilan mana shu yerim og'rib chiqdi, doktor. Qani qo'lingizni olib, qani ko'ramiz hozir. Shoshmang. Oy, doktor, katta emasmi? Bemor, xavotir olmang, hech narsa emas ekan. Siz oddiy ko'richak bo'libsiz. Hozir mana bu talaba qizimga aytaman, sizni yaxshilab o'zi operatsiya qilib qo'yadi. Ishlaymi, doktor? Qanaqa talaba? O'lib qolsam nima qilasiz? Xavotir olmang. O'lib qolsangiz, zachotkasiga 2 baho qo'yib beraman. Nima deyapsiz, qanaqa praktikan? O'zingiz operatsiya qiling, doktor. Hozir operatsiyani boshlaymiz. Siz tezda borib, laboratoriyadan narkoz olib keling. Bo'ling, tez bo'ling. Assalomu alaykum doktor, tezlik bilan narkoz berar ekansiz, operatsiyani boshlashimiz kerak ekan. Narkoz? Narkoz yo'q. Doktor so'rayotdi. Narkozmi? Hozir yuring. Voy, doktor, qasdingiz bormi? Voy. Tezroq kel. Operatsiyaga tayyorlayapman. Narkoz qani? Hozir narkoz. Tog'a, men sizni kasallik varaqangizni o'qib chiqdim. Operatsiya qilish uchun pulingizni, molingizni, mashinangizni, hamma narsangizni sotishingiz kerak. Nima? Mana narkoz. Operatsiya tayyor. Ko'rding shogird. O'rgan. Bunaqa narkozni birinchi marta ko'rishdim.